Assalomu alaykum. Sizlar bilan Elit do'stlar. Bugun FC Mobile'ga yangi sezon kelgan, to'g'risi kecha kelgan. Va ulgurmadim ishlar bilan, o'qish bilan ulgurmadik. O'shuning uchun hozir kirib o'ynashga harakat qilamiz. Premium Ligadan kelganiga ko'pincha va bugun PL kelgan. Kecha Pele degani Bell, Haaland kelgan, ko'p o'yinchilar kelgan. Hozir obzor qilamiz, paklar ochishga harakat qilamiz, bergan almazlari bilan albatta. To'g'risi kecha umuman kirganim yo'q FC Mobile'ga. Barcha cho'zilmoqda hozir. 30 va boshlandi. Qanaqasiga menga o'ynamagan narsamga paket berishmoqda. Va klandan Ajatda olmasiga arzon bo'lish kerak edi. Bilmadim, topolmadim. Qanaqasiga bu narsalar ochib tashlanmoqda. Men to'g'risi bilmadim, kim ochib tashlayapti bu paklarimni. Lekin kecha to'g'risi kirgan yo'q edi mana. Shuncha zalanadi. Nechta bo'ldi o'zim? 21 mingta bo'ldi. 60 mingta yig'ish kerak. Yozgancha bor. Question. Premium Liga. Let's go. Doğru ekranımız indi. Bir minutdan beri kim bu zaten sana? İşte gol. Doğru bulmaya geçelim. Biliyoruz ne tepki. 2 minuttan almaz böyle. Şifto'da 2 minut yarak koyduk yapıyorlar. Güllük paket. İsteyeceğiz. Let's go. Yarım minutga yaqin paket bo'ldi. Va endi hozir qanaqasiga menga hozir almas berishmadi tushunmayapman. Shunday bo'ldi. Almas berishmadi do'stlar, almas berishmadi. Qanaqasiga bakın nima kerakki? Yo'q, lekin yangi o'yinchi qo'yilgani yo'q-ku. O'yinchilar ham turibdi do'stlar. Yo'q, do'stlar. Buni qaranglar. Brozelitay. Qanaqasiga yozaman narsalarni shashayapti. Kelidachi yana kirdik. Ko'm shat tashladi shekilli mayli. Aytadi o'zi, senga sovg'am bor deb. Sovg'a shu bo'lsa kerak. Mana bunday narsalar kelibdimi? Ajoyib. Bo'tdi. Bo'tdi ham tekinga bor ekan. Tekinga bu bor ekan. Va Ruzongacha paket. Jami shungacha hisoblab keladigan bo'lsak, jami bilib biz 1 2 3 4 5 6 7 8 to'xtab tur. 4 6 8 10 12 15 1,5 ming ketar ekan. Bizga jami bir galeriya ketmoqda. Qani ko'ramiz. Oh shit, and Frankston Hazard. Leva badiyasiga Hazard kelibdi. Yaxshi, Hazard 5-raqamda o'ynar ekan Hazard. Va qaysi pozitsiyada o'ynaydi? Lema pozitsiyada o'ynab bergan. Lemada o'ynar ekan. Charltonmi nima o'sha? Charlton kerak. Ko'p videolarda ko'rdim. Ko'p odamga tushyapti ekan. Yo'q, bu boshqa pozitsiyada o'ynamas ekan. Hop, yaxshi. 5 ga 5 oyoq Charlton. Va Stam devor. Defining kuchaytirsanina bu Saka. Albatta Saka ham. Lama pozitsiyada Ramon.
5 ga to'g'ri oyoq va Erling Haaland. Premyerga 5 ga to'g'ri oyoq, albatta. Rismi Sidami to'g'ri. Sani yaqin o'tib borayotgan ekan. Men James mana shu o'yinchini olamiz xudo xolasa. Amaga agar tushib qolmasa, bironta normal o'yinchi. Va bu yerdan qanaqa Rush. Striker. Boshqa pozitsionlar 5 ga to'g'ri ham. Va mayda cho'da kerak emas o'yinchilar albatta. Welcome mana bosamiz. Welcome. Bernardo Silva sko'rsa. Hozir bitta qota bo'ladi adashmasa. Ha, bo'ldi. Spraggers o'ynash kerak ekan. Mana buni o'ynab berdik-da. Yana bittadan o'ynamoqdamiz va Series A'da kimlar bor? Albatta Juventus, Milano bor, Pisa bor va nedan ketgan qadar komanda bor. Shu komandalar bor hozirda. Bitta eng mashhur hozirda. Nima bu? Zashitada. Это защита. Bilim? Shit. Oh my god. क्या करे जोर मैच कर देती है बोलो उस पे कल देख आखिर कैसे कंट्रोल पे कल देख va 200 tane olamiz va nihoyat shartlarni to'liq bajarib qo'ydik. To'g'risi ukamga rahmat, lekin to'g'ri qilibdi, tengga 150 ta yig'ib qo'yibdi. Unga ham katta rahmat. Ketdik esa to'g'ri. Va soldik. Va endi yana bir mech yig'sak bo'ldi. Hozir endi nima qilamiz aka deb tursangiz, nima qilish kerak yana deyishingiz mumkin, to'g'ri emas, shuni deyapti hozir. Nima qilasan deyapti. Adashmasam 500 taga bo'yicha arsidimi degan savol qiynayapti. Strikerdan tashqari yana nimalar o'ynab keladi. Lekin 500 taga yaxshi lekin. Lekin Braziliyalik o'yinchiga qarshi Liverpool o'yinchisi. Hop, yana nima qilamiz? Video zerikarli bo'ldi, bildim o'sha. Men bizillikali 10 ta prosmotr olardim. Arsenal va Tottenhamni. Voy, bu haftani yana tugatib qo'ydik albatta. Mana tugatib qo'ydikda, Engrini oldik. Endi yangi yilgacha 13 kun qolibdi xolos. Nima qilamiz? Bo'ldi, 50 dona olib qo'ysak bo'ldik. Давайте endi barcha o'yinlarni olamiz. Qo'shib 150 dolarlikka. Rasm olamiz. Bo'ldi. Nima bu o zamonlar sotilgan o'yinchi bormi? Ekstra chiqibdi.
Aralada hozir men 3000 ta tiqib 7000 ta odam olar ekan mana. Keyin bilamiz buni. Undan давайте endi qaraydigan ishimiz yo'q bo'lsa, mayli nima qilamiz. O'zimiz o'yinni o'ynaymiz. Nimani desalaring? FC chempionga chiqishga harakat qilamiz va hozir yutadigan bo'lsak, absolyutni yaxshi bo'ladi. Bir marta o'ynab qo'yib, videoni tugatamiz shu bilan. Bruzonga qarshi o'ynayapmiz. Endi birinchi poshkani men boshlab beraman. Ajoyib gol urdik lekin. İşte gol urdik. Pushka dörolamam ki ne? Urdik. Bundan keyingi videoda chempionga chiqamiz, xudo xolasa billah. Hozir prosta o'zimcha o'ynayapman, xolos to'g'ri vaziyatlardan foydalanaman bo'lmasa, prosta hozircha shunday qilib. Yalancı yollanmaktadır. Vay, golga ketib turadi lekin. Va yetdik. Hozir endi oqaman albatta. Sen qilarsan. Yana bitta o'ynash kerak ekan. Mayli, necha. Bitta o'ynasak pak ochamiz. Mayli, ketdik. O'zbek bilan tushgan, chiqilib pasover bilan tushib yutsam zo'r bo'lardi lekin. Qirs deb. O men bilan teng ekan. Over lekin mendan baland, menimcha taxminan over baland mendan. Mendan over baland. Burzunik yo'q pas ekan. Balla adolasi yutamiz endi. Ana endi yutamiz. Ketdi. Yur. Bo'lindi qo'y berishib Bruzonikka, chunki Bruzonning overlikda xavfliroq bo'ladi, chunki darajasi baland bo'ladi, ham to'g'ri baland bo'ladi. Ular o'ziga o'yin bo'ladi kerak. Chunki boshimni otgan buni hali, chunki o'zim ham Bruzonetlar bilan chiqib qo'rqmasdan bir 10 tacha gol urardim-da. O'shanga, ana urib qo'ydi. O'sha kurasida boshladi u bilan pochanda. Menga o'xsha boshladi. Mana, o'ylamchi. Urolmadi, ma'zur urolmadi. Bir yer vaziyatdan foydalanolmadi. Ne böyle ki yürü aşıp yandı. Kalale bitta o'zi bilan men aytaman, bitta o'zi bilan. Uchta gol olamiz. Bu uchta gol olamiz. Bo'lindi unga birga bir vaziyatlar haqqa beradi. Va gol urdik.
Yaxshi, 3 ta gol urib qo'ymasa bo'ladi. Endi bitta. Ketdi. Tepib yuboraylik. Gol uramiz, ketdi. Bo'ldi, tugadi. Yana ketdik. Yurmayapti mana payt. 109lik. Jesus, ay Jesus. Sen bor ajabli. Unda chiqamiz. Ketdik. Va videoni shu joyda tugatsak ham amalang katta rahmat. Sizlar bilan elit bol. Xayr.